Xonali dom puliga 2 sotuvli tayyor uchastka ko'rsataman. Qizg'aldoq mahalladan Zamona to'yxonaning to'g'risidan 4 ta xonali bemalol kelib yashaydigan imorat ko'rsataman. Bu yoq tarafi bo'ladigan bo'lsa, Kirov Olmazor ko'chaga qarab chiqib ketirish, bu yoq taraf Zamona to'yxonadan tushib kelish. Oldi fasadi 15,5 metr chiqyapti. Ikkita derazarom bu yoqda, ikkita derazarom u yoqda. Mana bularni ozgina tozalatib, reshutka bilan o'rab qo'ysanglar, bunaqa agorot bo'ladi. Darvozaning tagiga bemalol bitta mashina qo'yib qo'ysak bo'ladi. Qo'ni qo'shlarni ko'ryapsizlar. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Hamma ma'lumotlarni berib o'taman. Xonadonga shundan kirib kelamiz. Mana to'g'rida turba turibdi, ko'ryapsizlar. Mana bu yerda shundan bo'linadi, devor olinadi. 330 darvozaxona bo'ladi. Yo burchagida ikkita hojatxonasi va tez tushuntirib beraman. Qaranglar. Mana Qizg'aldoq MF 4-tor ko'chasi. Shundan kirganda mana bu 10 pulli oshxona bo'ladi. Kelib bemalol yashasanglar ham bo'ladi. Ataplenalari, hamma narsalar tayyor, konditsionerlargacha qo'yib qo'yilgan. Bitta hol bo'lsa, 4 ta eshik bo'ladi. Tez ko'rsatib beraman. Bu bitta bolalar uchun yotoqxona. Yonida yana bitta. Mana bu taraf sal qiyshuvroq ketgan, videoda ko'rinayotgan bo'lsa agar. Mehmonxonaning razmeri yaxshi ekan. Kelib bemalol yashab tursa ham bo'ladi. Mana bu bitta ota-onalar yotoqxonasida svet yo'q ekan. Xullas ichida o'zining hammom tualeti joylashgan. $64,900 ga 2 sotuvli Qizg'aldoq mahalladan tayyor uchastka men uchun yomon emas. 3 xonali dom puliga zo'r. Egalar nomeri opisiyaniyada, lokatsiyasi Telegram kanalida bo'ladi. Bizning kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib ketinglar. Mana shunaqa zo'r narxda uy joylar qo'yib turamiz.